Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. 14 kunlik paket sizlarni Umra ziyoratiga taklif qilamiz. Xudo xolasa 3 kunimiz Madina Munavvarada, 11 kunimiz Makka Mukarramada, 2 mahal 3 mahal taomlari bilan bo'ladi. Hamda borgan joylarimizdagi hamma amallarni, ziyoratlarni Xudo xolasa birga qilamiz. Shoshiling, boruvchilar bo'ladigan bo'lsa pastdagi raqamlarga tezda murojaat qilishingiz mumkin. Agarda mabodo bugun erta keta olaman deydiganlar bo'lib qoladigan bo'lsa tezda murojaat qilib shoshilinglar. $900 dan bugun ertaga Xudo xolasa chegirma qilamiz. Chegirma narxlarida jo'natamiz. Xudo xolasa kim boraman deydigan bo'lsa, pasportlar tayyor bo'lsa, Vodiydan Toshkentdan ketiladi. Vodiydan boradiganlar telefon qilasizlar va Toshkentdan boradiganlar bemalol telefon qilib ulgib boradigan joylarda bo'lsalar ulgib borlar. Chegirmamiz faqat bir kunga ertaga. Indindan Xudo xolasa narxlar oshmadi degan gaplar bo'lyapti. O'shacha sizlarga bir umidida, bir savob umidida bir arzonroq ketib qolish degan maqsadda sizlarga video chiqarishga majbur bo'ldim. Ketadigan odamlar nima olasizlar bilasizlarmi? Ketishdan oldin bu yoqqa erkaklarimiz ehrom olasizlar, tapish olasizlar, ayollarimiz ikki qator liboslardan pokiza libos olasizlar. Hamda yo'lga damada qilgani pista mayiz bodom verangonlardan yoki bo'lmasa meva-chevalardan bir o'zinglar yoki bo'lmasa yana o'zinglarga kerakli dori-darmonlar bor-ku, yo bo'lmasa salomatchilik uchun bosh og'riq, qorin og'riq, yana tomoq og'riq, shunaqa yengil oshqozonga tabletkalardan olsalar ham bo'ladi. Ukol oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, ukollarini, tabletkalarni shu joydan olgani afzal, chunki u yerlarda dori-darmonlar qimmat juda. O'shaning uchun shu joylarda hamma narsalarda olsalar bo'ladi. Bundan tashqari borgan joylarimizda Xudo xolasa chiroyli amallarda birgalashib, chiroyli Madina Munavvarada qilinadigan sayohatlarimiz, Hurmo bog'iga boramiz, Uhud tog'iga boriladi, Qiblatayn masjidlariga, ko'p masjidlarga bo'ladi. Payg'ambarimizni ravzalariga albatta birinchi o'rinda olib beriladi. Makka Mukarramaga borganimizdan keyin esa u yerda Arafat tog'i bor, Muzdalifa bor, Hiro, Nur tog'lari, mana Qizil dengiz sayohatlari bor. Shu joylarga olib borib, hamma sayohatlarni ham qildiramiz, hamda umra amallarini qildiramiz, umra badallarini qildiramiz. Shoshilinglar, tezda boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga tezroq raqamlarga telefon qilishlariga mumkin. Hamda iloji bo'lsa, qo'linglardan kelsa, ko'ngillarda bo'lsa, bir yaxshi niyatda bir like bosib qo'ysalar ham yaxshi bo'ladi. Chunki sizlar uchun mana biz xizmat qilamiz deb niyat qilib turibmiz. Sizlar ham endi bitta like bosib qo'ysalar hech narsa bo'lmaydi. Sizlardan hech kim pul talab qilmaydi, boshqa qilmaydi, to'g'rimi? Azizlar, boring, shoshiling. Mana yurtimiz tinch, Xudoga shukr. Shu tinchlik davrida chiroyli borib, Allohning baytini, payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilish barchalarga ro'zi nasib aylasin. Hammalarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Kelayotgan Ramazon oylarimiz hamma uchun muborak bo'lsin.